Assalomu alaykum hurmatli Mo'jizaviy kanalimiz aziz obunachilari, bizning uzoq yaqindan kuzatib borayotganingizlar. Bugungi videoroligimiz Andijon viloyati Baliqchi tumanidan baliqchi yem, yog' chiqaradigan zavoddan bo'lyapti. O'zimiz chorvalarimiz uchun kunjara olayotgandik. Ozgina shovqin bor. Shu yerda kunjara narxlarini ko'rsatib o'tamiz. O'tda naval o'zimizga laboga kunjara oldik. Narx-navolari rosa ham cho'ntak bob oladigan ekanda, shuning uchun sizlarga ham ilindim. Zavod birinchi qo'l. Faqat endi hozir gaplashdim Muhibullo aka bilan, telefon nomerlarini qo'yib ketaman. Zavodda narxlari shu chigitni narxiga qarab o'zgarib turadi deyapti. Hozirgi kundagi realniy narxlarni sizlarga qo'yib ketaman. Mana kundalar bor bu yerda. Hornelar. Mana hurmatli obunachilar. Mana juvoz kunjaramiz. Mana hozirgi kundagi zavoddagi realniy narxi navalga 4400 so'm ekan. Shunday yuklab berar ekan, texnikangizni olib kelsangiz, karadan, qo'ldan yuklab berish 4400 so'mdan ekan. Xohlasangiz qopli varianti bor ekan. Qopli variantini ko'rsatib o'taman. Hormanglar. Mana tepadan tushyapti, qoplangan. Lakta ayashmasini mana necha kilodan qoplanyapti qor aka? 40 kilo. 40 kilodan qoplanyapti mana. Hurmatli obunachilar. Cheklanmagan miqdorda bor ekan zavodda. Mo'jizaviy kanal. Mo'jizaviy kanal. Ha. Ha, YouTube'da oqtarsangiz chiqadi. Buni tomonga o'tib, narig'i. Narig'ida ham bor. Ha, mashina drabilkasi ham bormi? Bor. Uni narxi necha puldan chiqyapti? Yog'li kunjara bor u tomonda, narig'ini oldimizmi oldi? Ha, uni oldik. Ko'sa. Maydasi bu tomonga o'tadi. Hozir men ko'rsataman. Lashapkalari ham bo'ladi. Mana. Kishyapti. Ha, 4400 so'mdan navaliga, qopligi 4500 so'mdan ekan. Mag'da shu yog'li kunjaraning drabilkasi ham bor ekan. Hozir uni ham ko'rib o'tamiz sizlar. Ha, mana. Kunjara bu yerda hurmatli obunachilar cheklanmagan miqdorga ekan. Shu qarang. Yog'li kunjara vahshiy zo'ragan. Sizlarga ilindim. O'zim mollarim uchun hurmatli obunachilar mana shundan oldim hozir. 4800 so'mdan mana shu naval qilib bosib berdi. Mana kunjara holat. Xuddi mana shuni drabilkasi hozir ko'rsatgani 5000 so'mdan ekan. Kunjara o'ta ham yog'li, chiroyli ekan, shuning uchun shuni olyapmiz. Holat qaranglar. Juda ham go'zal holatda chiqdi. Ha, hurmatli obunachilar, 960 kilo tara chiqdi. 1 tonna 160 kilo yem chiqdi mana shu.